Assalomu alaykum. Yurtboshimiz janob prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Men Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Mullako'rpa mahallasida yashovchi Prima Sayyora bo'laman. Men bu murojaatim shaxsan o'zingizga, meni kuzatib turgan millionlab xalqingiz bilan birgalikda ularning murojaatlari bilan birga men qabulingizga kirishimni qabul qilishingizni so'rab chiqdim internet tarmoqlariga. Chunki men 3 yildan beri sizni qabulingizga, sizni chiqarayotgan farmonlaringizni yuzaga chiqishi uchun kurashib kelyapman. Men 2 farzandim avariya bo'lib Rossiya davlatida, biri olamdan o'tdi, biri mana bu holatda 3 yildan beri qiynalib kelyapmiz. Olamdan o'tganini ham o'zimiz yaqinlar xalq yordamida olib kelib so'nggi manzilga qo'ydik. Hech qanaqa elchixona yo tuman hokimligi yo mahalla nima kamchilik, hech bo'lmasa bir hol so'ralmadi. 1,5 yil Rossiya davlatida sarson sargardon kezib O'zbekistonga 2023-yil 26-iyulda kelgan bo'lsam, 1 yil mana shu bolaning sog'ligi umuman e'tiborsiz qoldi. Men murojaat qila olmadim hech kimga. Men O'zbekistonni qonun ustuvorligiga ishonib, sizni chiqargan farmonlaringizga ishonib kelgandim, lekin ming afsuski suratlar, videolar, yolg'on ma'lumotlar bilan murojaatlar yopilar ekan. Men buni tushunmayapman. Bolam qiynalaverganda, majbur bo'lganda internet tarmoqlariga chiqib, bolam uchun yordam so'rab, to'xtovsiz yig'lab, murojaatlarim hal bo'lib kelyapti. Faqat shunaqa bo'lyapti. Sizni chiqargan farmonlaringiz doirasida og'ir yotgan bemorlarga kerakli mutaxassislar belgilanib, o'z vaqtida nazoratga olib, oyoqqa turishi uchun davolanishiga, oilasi qiynalib qolgan oilasiga xabar olib yordam berishga qaror qonunlaringizda bor-ku. Nima uchun bizda unaqa amalga oshmayapti? Nima sababdan? Iltimos qilaman Shavkat Miromonovich. Meni qabulingizga kirgizing. Man shuncha dalolatnoma, bu yerda 20 varaq, hali men batafsil yozsam 100 varaqdan o'tadi. Men 2 yilda yegan azoblarim, qancha murojaatlarim mana portalda yopilib ketgan murojaat portallarga qilyapman. Portallar yopib yuboryapti. Tumanga jo'natadi. Xuddi siz aytgandek dispetcher bular meni bunaqa qilib yopib yuboradi. Hatto televideniya keldi. Mana televideniyagacha yolg'on gapirib yopib yubordilar mana. Mana bu zamglavrachimiz, mana bu xotin-qizlar sayti raisi. Mana bu mahalla raisi. Mana bolamning holati, mana shunaqa azoblanamiz. Nimaga bular yig'lab davlat tarafdan apparat bersalar, yig'lab murojaat qilganimda dori-darmon bersalar, bo'ldimi? Qachongacha loqaydlik bilan davom etadi. O'zlarining farzandlari bo'lganda qachonlar oyoqqa turardi. Tuman shifoxonasini avvalgi bo'lim boshlig'i Manzura Asrorova degan ayol bolamni olib kelganimda bo'lmaydi bu, o'ladi, dori-darmonlar bekorga berilmasin deb loqayd bolam tashab qo'ydi. Necha eshigiga yig'lab bordim. Tuman hokimiga borganimda siz farzandingizni Rossiya davlatidan olib keldik, kerak bo'lsa oyog'imizga tiz cho'kishingiz kerak deb qabullariga kira olmagan kunlarim necha marotaba bo'ldi. Eshigini tagida davleniya ham chiqib, skorlar olib kelib uyimga tashab ketgan kunlari bo'ldi. Tuman hokimligining eshigini tagiga skori keladi. Fuqaro bazasi qochib tumalab qoladi-yu, tuman hokimi stollaridan bir turib qaramaydilar. O'zlarining ayollari, o'zlarining onalari shu holatda bo'lganda nima qilardi? Yo'q. Hech qachon ularning farzandlari bunaqa yotmasida, uy sharoitida qiynalib. Men igna bilan quduq qozgandek, Alloh guvoh, kuzatib turgan xalqim guvoh. Shu bolaning parvarishini joyida qilib, Xudodan ittekish 5 mahal, 6 mahal namoz o'qib, harakat qilib mana shu darajaga olib keldim. Mana hozir bir haftadan bir mazasi yo'q, mana yaxlayapti 2 qo'l. 3 kun isitma qildi. Isitmadan keyin muzlayapti. Davleniyasi tushib ketdimi? Nima bo'lganini bilmayman. Tuman shifoxonasi bo'lim boshlig'i ta'tilda. Zamglavrachimizga murojaat qilganim 3 kun bo'lyapti. Mana qanaqa toshlar tushdi. Mana. Ha, yotgan bemor tusharmish. Bu qancha og'riq bilan tushdi. Buni og'riqlarini
Ovozini hozir men eshitiraman. Ovoz qanaqa gapirmaydigan bemor, qanaqa ingraganini. Mana. 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 Qanaqa ingrayapti? Qanaqa ingrayapti bola? Men onaman-ku. Balam to'g'ri gapira olmay, qiynalyapti. Bularga tosh tushyapti, og'riq bo'lyapti, qayerdir og'riyapti. Kelinglar desam, keladi, davleniya o'lchaydilar, birinchi yordam ko'rsatmaydilar. Tumanimizda qo'l bilan sanagili bilimli shifokorlar bor. O bechoralarning eshigini tegib, ittalab 7 dan ochirib, kechqurun soat 8 gacha ochirib. Ularni ham tushunaman, kelib xabar ola olmaydi, vaqt ajrata olmayapti. Tuman shifoxonasini boshdan oyoq tekshirsinlar. Xalqqa yordam beradigan, kasallik dardini shifosini topadigan shifokorlar qo'ysinlar. Xalq dardini, bemorlarning dardini o'zini yaqinini dardidek kurashayotgan, parvarish qiladigan, davolaydigan shifokorlar qo'ysinlar. Siz davlatdan katta pul ajratib oila olyaptilar-ku. Nima sababdan? Nima sababdan hali ham tonish bilishchilik, loqaydlik, korrupsiya davom etyapti? Shuncha kurashsangiz ham. Asli baliq boshidan deganda tuman hokimimiz beparvolar, loqaydlar. Kelib xonadonimga ko'rib ketibman, meni bunaqa qilib mana uyimga bostirib kelib, mana uyimga bostirib keldilar. Men sizga murojaat chiqarganim uchun, viloyat hokimi Adiz Boboyevning rasmini chiqarganim uchun meni bunaqa qilib Xotin-qizlar saveti raisi boshchiligida hokim yordamchilari bilan zamglavrach bostirib kelib, Rossiyada qilingan uylarimni biza qildik. Eshigimni tagida 2 ta mashina tursa, 3-mashina kerakmi? deb mana bunaqa video tarqatdilar, bular menga tuhmat qilib. Mana bu nuroniylarning boshlig'i. Bular menga kelib aktyorlik qildi. Qizim quyosh panel qo'yildimi? Erkinjon Turdimov qo'yib beruvdilar quyosh panelni. Ha, qilindi degan joyimni kesib olib, mana bunaqa noma'qul tuhmat videolar chiqardilar. Men bular ustidan ichki ishlarga yozdim. Ichki ishlar tumanga yubordi. Tumanga kelib tushgandan keyin arizam mahalla noziri keldida prokuraturaga oshiramiz. Tegishli chora ko'radi Xotin-qizlar saveti raisini. Ishdan olinishini so'ragan edim. Prokuratura ham yo'q, hech nima yo'q. Shunday yopilib ketdi. Bizning O'zbekistonimizda qonun bor-ku. Mana shifokorlarni yuboradilar. Tashqarida, darvozadan tashqarida suratga tushirib, Sog'liqni saqlash vaziri So'hrab Savidovichga yuborganlar. Menga So'hrab Savidovich buni yuborganlar. Boryapti-ku shifokorlar. Yana qaysini ayting-chi? Meni qabulingizga qabul qiling, iltimos, meni ham dardimni eshiting. Allohdan qo'rqsinlar. Mana bir papka agar borini yozsam, 100 ta varaqqa ham yetmaydi meni 3 yildagi azobim. Men mazam qochib bir hafta kasalxonada yotdim. Men sizni qabulingizga kirish uchun portalga murojaat qildim. Ovozlarni yozib olganman. Sizni qabulingizga kirish uchun yotganimni kirish uchun yozgan murojaatimni uzr adashib gapirib yubordim. Bir hafta kasalxonada mazam qochib istoriya ochib bemor bo'lib yotgan joyimda, men ukol olayotgan joyimda hamshiralarga aytib, Zamglavrach Husanov suratga oldirib, dorilarni oldirib, biza yordam berib davoladik. Prim va sayyorani mana bunaqa xat yuborganlar. Bo'ldi, men siz oldingizga kira olmayman, murojaatim yopildi. Bular yopdi shu bilan. Meni bu yerga men tuman shifoxonasi bo'lim boshlig'idan so'radim. Vaqt Xudoyqulov, bunaqa holat, men o'zimga yordam so'ramaganman, farzandimga yordam so'radim-ku desam, bu meni imzom emas, bu Zamglavrach Husanovning imzosi deb xabar yubordilar. Biroda o'rniga birov imzo qo'yish mumkinmi? Boshliqda o'rniga yordamchisi imzo qo'yish mumkinmi? Qayerda yozilgan? Men qancha murojaatlarim, xalqning murojaatlarini men shunaqa qilib qo'l qo'yib yoparkanlarda bular. Mana bugunam meni davlat xizmatlariga qabulga chaqirdilar tuman hokimligi. Men qayerdan boraman? Bolam mazasi yo'q. Tuman hokimini tushida agar men murojaatimni aytsa, yodlab olgan aytib beradi.
Nima qilaman borib yana? Nima foyda? Quruq gap. Bugun o'sha borgan xalq menga aytayapti. Hech qaysini joyida hal qilgan. Hal qilinadi deb chiqaravergan. Suratga tushib sizga boradi u murojaatlar. Qilin dedi. Xotin-qizlar sayti raisi mahalla yettiligi. Menga bir so'm ham yordam bergan yo'q. Bergani mahalla Ihsondan bir kishi 500 ming bergan, homiy Ro'za Ramazon 500 ming pul berdi mahalla. Shu menga temir daftardan shumi deyordim. Ha, nima emish? Temir daftardan ayollar daftariga saxovat beshir fondiga kirgizib, meni xonadonimga quyosh panel qo'ydilar. Xo'p, mayli. Nima uchun Sayyora Jumayeva xotin-qizlar sayti raisi 30 millionlik quyosh panel qo'yib berdi deb yolg'on gapiradilar. Meni qo'limda bir nusxasi bor 22 millionlik. 8 million qo'shib gapiryapti. Nima uchun men o'sha ayollar daftariga temir daftardagi pullarni nima uchun quyosh panelga ketdi deydilar? Nima uchun gaplar har xil chiqyapti? Kim javob beradi? Kelib tekshiringlar, menga tegishli, bolamga tegishli yordam kerak. Gapirishga harakat qilyapti. Bor ekan-ku, mana Samarqandda o'zimiz respublikamizga kuchli nibrat yurib kelib tekshirdilar. Men shu efir ochib, kanal ochib majbur bo'ldim gadoy deb pul terib balamni davolatishga. Bir haftaga 5 million, 6 millionlik joyga kelsa dori-darmon ketadi kasal bo'lib qolsa.